Salkam yuzga kirgan buvijonlaringdan sizlarga salom bolalarim. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Ko'pchilik yozibdi, shunaqa yosh ko'rinishingiz sababi nima deb. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Men mehnatda yuraman, harakatchanman haliyam. Bu degani fizicheski qattiq ishlayman degani emas. O'zimga yoqqan narsalarni o'zim xursand qilib yuraman. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Men kichkina biznescham bu. O'sha chiroyli qilib sotaman. Bolalarimga pul ber demayman. Hali tetik bo'lsam, to'g'rimi? Baribir bolani ham o'zini chiqimlari bo'ladi, o'zini rasxodlari bo'ladi. Qarab o'tirmayman. Chunki harakat qilsa odam yosharib yuradi. Endi men sizlarga hozir ko'rsataman bolalarim nima qilayotganini. Ana bolalarim, qaranglar. Bu meni kichkina biznescham mana. Nima dedilaring mana shu meni kichkina biznescham. Shularni nevaralarimga sotaman, keyin shuni tayyor shunaqa qilib qaranglar. Rang qilishim kerak. Hozir rang qilib chiqdim mana. Bolalarim ko'ryapsizlar? Qurish kerak endi. Ozgina qurigandan keyin sizlarga hali bularni ichini bezataman bolalarim. Ko'ryapsizlar?